Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz, muhterem ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Dünyanın her qaysı bulunpuşqaqlarida musafir ve muhacir bulup yaşavatkan barlık Uygur qarindaşlarım. Hemmenlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün saat itibarı bilen biraz geçiktik. Gün itibarı bilen okşaş. Bu mavzunu sözleştim burun. Kichkine bir qısturma qiladigan gepim bor. Bu oldingi ikki video, eng oxirgi nashr qilingan ikki video haqida qısturma. Bek afsuslik bilan shuni deyishga majburman. Oldingi ikki video haqida dindar qarindoshlar yoki dindar siyaqida ko'rinadigan qarindoshlar inkas yozibdi. İnkaslari temaga munosabatsiz. Men nima deyapman, ular nima deyapti? Tushunib raqizinglar yoki avara bo'lmanglar. Birida men islom haqida so'zlamadim. Gerçi islomning gapi bor, lekin mavzu islom haqida emas. Siyosetga aloqador bir ishni, ya'ni istixborot o'yinlaridan birini so'zladim. Buni dinga hujum qilganlik yoki musulmonlarni kamsitganlik degandek inkaslar bilan aloqasi yo'q buning. Agar buni tushungan bo'lsangiz, bunda o'yin bo'lmaydi dunyoda. İstixborotda, siyosatda bunda o'yin yo'q. Islom bilan o'ynalgan olmaydi, o'ynagan olmaydi, hech kim o'ynay olmaydi. Deydigan nuqtadan dalil isbotliq raddiya bo'lsa, u bo'ladi. Bo'lmasa aloqasi yo'q inkaslarni qilmasak. Yana biri qurolliq inqilob falan pokullar bilan aloqasi yo'q. O so'zlaganlarimning qurolliq inqilobni bo'ladi bo'lmaydi deyotgan shu. Faqat bir siyosiy o'yinning chumpardisi ochildi. Yana bir videoda dindorlarni bir nima deganimmi yo'q, demoqchi bo'lganimmi yo'q. Aksicha shaklbozlik, soxta dindorlik haqida. Buni tushunib, hazm qilgudek ahvolingiz bo'lsa, gap qiling, bo'lmasa avara bo'lmang. Men bu avara bo'lib qarindoshlarning siyosiy jihatdagi sodda xiyollarini o'zgartib biroz cho'nqurroq o'ylaydigan bo'lishlari uchun izlanib so'zlab yuraman. Hammanglarning tushunishi ashundami? Ash inkas yozganlarga o'xshash. Yoki men demoqchi bo'lganni to'g'ri tushunayotganlar bormi? Agar bor bo'lsa, meni avara qilmay, heliqidek kalla dispaqalchoq shakldagi inkaslarga tushungan qarindoshlar javob berib qo'ysanlar. Men avara bo'lmasam. Hech kimdan javob chiqmasa yoki to'g'ri javob chiqmasa, hech kim tushunmayotgandikin deb o'ylab qolmay chora yo'q. Qarshi inkas yozilganlarmi ma'lum mazmunni konkretroq tilga ilib, ma'lum debsan. Bu undaq emas, mundaq deydigan shaklda yoza olsanglar, yozinglar. Bunimiz foydasi yo'q. Ko'zni yumib olibla ayiblash bu qanday qiliq? Hayron qolgudek bir qiliq. Endi bugungi mavzuni boshlaylik qarindoshlar. Bugungi mavzu ko'rayotganinglardek istixborot o'yinlarida mashhur yaratish. Ya'ni mashhur odam yaratish usuli.
Esinglarda buluş gerek. Ötmüşte yani bundan burun bir neçe yılın aldıda. İstihbarat hakkında sözlegen mavzularda e'tibar balı usulü dep sözlegendim. İstihbaratta e'tibar bala usulü deydigan bir xil usulunun bağlıqı hakkında. Bu usul istihbaratda keng qo'llaniladigan bir xil usul bulup, bununla e'tibar bala degan ism tarafimdan qo'yildi. Men qo'ydim bu ismni, istihbarat kitoblaridan topolmaysizlar. İstihbarat kitaplarida bunda isim uçurmaydı. Ama aşı ataqqa layık iş mevcut. E'tibar bala usulü diktator, mustabid tüzümlerde xalq söygen figurlarni yaratish ve keyin mana shu xalq söygen figurning og'zidan xalqqa vakolatan so'z qilish, xalqqa vakolatan ifoda bildirish, xalqqa vakolatan maydon nuqtai nazar bayon qilish qatorliqlar ishlatildi. Deylik-ki, mustabid hokimiyat xalqqa ma'lum ideyani, qarashni, tutumni o'zlashtirmoqchi bo'lsa, xalq hukumatni so'ymaydigan va ishonmaydigan bo'lganligi uchun hukumat tarafidan tanlangan bundaq ideyani, qarashni, tutumni qabul qilmaydi. Shuning uchun mustabid hukumatlar mana shu xalq so'ygan kishidan foydalanib, o'xshashli bu maqsadga yetadi. Yani hükümet baribir qo'lda o'tdi. Xalqning baribir bunidan yetilaydi degan gap. Buningga hammanglarning aqli yetyotadi deyman. Agar hukumat bevosita anda qilinglar, bunda qilinglar, maningga bunda qarash kerak, aningga bunda tunish kerak desa, bu g'ilda bor. Deb hukumatni yaxshi ko'rmaydigan bo'lgandikan, mustabid allarning xalqi hukumatning deginini ta'ti tushunadi. Onu qabul qilgani unamaydi. Shundaqda mana endi xalq so'ygan, hammaylar voy bu bizning huquqimiz, bu bizning kattamiz yoki bu bizning eng mashhur adamimiz, qahramon adamimiz deb bilgan u adam shu gapni desa, qanday bo'ladi? Xalq uni darhol qabul qiladi. Mana shunda foydalandi bundan. Bu gapni yaqindan bir qatim tilga olganimda, vatanda yozuvchilarning ba'zilari xeyli chekdan oshgan narsalarni yozgan bo'lsa-mu, yo'l bor. E'lon qilinadi. Matbuotlar e'lon qiladi. Ammo bu o'xshash mazmunni boshqalarga ravo emas bu. Hatta o'xshash mazmunning xeyli xo'p tuvinida ancha-muncha dartmilashli bo'lgan taqdirdami, buningdagi siyosiy xohish sog'lom emaskan deb fikr yozib, tahrirlar uni e'lon qilmaydi. Ammo ma'lum birlariga yo'l kenari u anday yozsa e'lon qilindi. O'ylab baxtimi? Ana shu e'tibar bala bu. Bu e'tibar balaning erkiliklarining hammasiga yo'l qo'yiladi. Kimi odamga yo'l qo'yilmaydi, e'tibar balalarga yo'l qo'yiladi. Mana shu e'tibar balalar nimaga kerak? Xalq so'ygan qahramon yaratish, xalq so'ygan mashhur kishi yaratish. Nima uchun? Shaxsan mening kechmishimdan ko'rilgan bu ahvollar, buni deb o'tgandim. Nima uchun ba'zilar yo'l qo'yilgan? Xalq so'ygan yozuvchi yaratish. Mana shu usulda Sovet ittifoqi xalq so'ygan mashhur yozuvchi Sholoxovni maydonga keltirdi. Mikhail Sholoxov, Nobel mukofotining laureati, Tinch Don,
Tihidon degan 4 tomliq romanning muallifi deyildi. Amaliyotda uning Şoloxov tarafidan yozilganligi natayin bir roman. Bu romanning ikkinchi tomida Qizillar, yani kommunistlar sat sökelgen. Şunu tahrirlar buni nashr qilishdan qo'rqqan. Stalin kesim qilgan bunga. Bassangli bo'ladi deb hukm chiqarib bergan. Shuningga o'xshash. Aslida Sharq Turkistonliklarning boy bo'lish cheki bo'lganidek. Bilimlik bo'lish chekimi yoshirin belgilab qo'yilgan bo'lib, bu cheklardan eshib ketishga yo'l yo'q. Boyligingizni shu chekdan eshib ketsa bo'lmaydi, tarashlaydi sizni. Bilimingizmi ash belgilangan chekdan eshib ketishga bo'lmaydi. Menda ishlar bor. Gerçi bu aşkarı qonunda siz ko'radigan yerda bo'lmasa-mu, Xitoyning ichida mavjud. Xitoylar biladi buni. Her xil to'saqlar orqali kishilarning bilimda olg'a qarab ketaverishiga chek qo'yiladi. Hamon gudak qilishimiz istiladi. Ama ba'zilarga bu cheklimi yo'q. Hatta bundaqlar aslida o'z tirishchanligi bilan unchalik yuksak ballalarga yetaligidek aqli hajmga ega kishilar bo'lmagandimi? Uni mashhur qilish uchun bir guruhi odam nomsiz ishlaydi. Guruhining emgak mevasi haliqi yetishtirilayotgan odamga baxshanda qilib berilib, uning nomi chiqariladi. Xalq bu qaltis katta olimni yoki katta yozuvchini yoki katta bir nimani ve katta zatni ish qilib, beshiga ilib ko'taradi. Mustabid hokimiyatning bu shaxsdan qanday foydalanganligi nayt ko'p ahvolda sir bo'lib qoladi. Xalq bilmaydi. Chunki uni mashhur qilib yasab chiqqan hokimiyat uning ko'ti ichilib qilishig'imi bek diqqat turadigan bo'lg'achqa, uning munofiqligiga doir sirlarni mangu saqlaydi. Uning siri ichilib ketsa, u orqali o'ynagan o'yonlarning hammasi xemiga yonadi. Unda bo'lmasa, xalq haqiqatni ko'rib qolsa, qilgan ishlar bir tiyin bo'ladi. Bu turgumi yana Şoloxovni misol qilishga bo'ladi. Uni mashhur qilgan Tinchdo'n nomli roman aslida Şoloxovning emasdi. Bundaq odamlar qanday tanlanadi? İstihbarat hakkında savat karakterlik videolarda dep ötkendim ve kitaptımı bir makalemde dep ötkendim. Bundak adamlar ma'lum bir xil acizliklarga ega adamlar oludu bu. Mesela benormal jinsiy mayillik, Türkçe sapıklık deyiladigan turda. Badxajlik. Badxaj degan olgan vaqtida eliqi kirimga bakmay pul xajlashni yaxshi ko'radigan. Yotqanga yiqib put uzatmay uzataveradigan puti chiqib qolsin. Bu turdagi xarakterlik odamlar. Benormal shuhratparastlik. Benormal deyishimizning sababi shuhratga insonlarning fitratida bor bu intilish. Şunlaşqa bunun ikki turi var. Normal shuhratga intilish bilan benormal shuhratparastlik. Bu tamamen ikki hukm. Andın mansabparastlik. Qatarliq alayidligiga ko'ra tanlab bu odamlarni ishga nishon qilindi. Hokimiyatning imkonlari nayt ko'p bo'ladi. Şoňa ular istekleri nim bolsa, şularni qandırışqa va'da berýärler. Bu adamlarga va'da berdi. Yani boy boluşni bekar arzu qilganligida bedxej turdiki adam bolsa, seni biz boy qila olaymiz deyildi.
Eğer nam çıkarış hevesi var adamlar olsa bu, senin namını çıkarımız, meşhur kılıp italeyimiz deyildi. Emeldar boğuz geldik Allah olsun, emeldar kıla alayımız deyildi. Yani bununla vatan işçiliki muhitte, Xitay hükümranlığı şaraitida bunu aşında kıyığını buludu, dep onun küzanlı yitidu. Lekin Xitay u yerda, adam chet elda, aşaldım kıla alamda, kıla alaydı. Çünkü bularning hammasi pul bilan qiyğılı bulduğan bo'lganligi uchun shu uzoqda o'tgan shu Xitoy chet eldimi xalq odamni boy qilib yutalaydi, xohlasa nomini chiqarib mashhur qila oladi, xohlasa uning ishtihasi nimaga bo'lsa shu sohada amaldor qilib yutalaydi. Çünkü emeldarlıkkımın pul hezlisi ağır bulduğun narsa. Qarindoshlar, bu va'dalarni mustabid hokimiyat yoki har qanday bir hokimiyat davlat ichida qilish kerak deb o'ylab qolganlar. Bularni davlat sirtida boshqa davlatlardan qila oladi. Yana bir odamni boshqa davlatdan katta qilib yutalaydi, boy qilib yutalaydi, nomini chiqardi, mashhur qilib yutalaydi deb tushunsa bo'ladi. Men ilgari bir qatam misol bergan bir ish var. KGB Amerikada bir Amerikalik balani to'liqsiz o'tir maktabda nishon qilib, bir qo'lliq o'stirgan. Uni Amerikada hokimiyatga chiqarmoqchi. Ko'rdingmi amaliyotni? Bir qo'lliq o'stirgan. Uningga pul bergan. Pulu köp bo'lgan bu boyvachcha bola savoqdoshlariga hadisli bo'loq pul xajlab maktabga kelguncha maktabdan yong'icha yo'l bo'yi do'konlarda bolalarga yegis kelganini eptirib, ichkaganini eptirib, anda pul xajlab bergachga darhol savoqdoshlarining yaxshi ko'rishiga erishgan. Bu normal ahvol bu. Qarindoshlar, hammalar güzelliğiydi bununla. Yani bir adam pul xajlab bersin deb yaxshi ko'rmaysan, yaxshi ko'rsizlar. Mana nima bo'lgan? Sinf boshlig'i, uyg'unish boshlig'i yoki maktabning bir nimasi degandek saylamlarda ham birdek aşı balani saylaydigan bo'lgan. Demokratiyani mana shunday qo'llayotgan o'ladan. Bu hal mana shunday davom qilib maktab hayotida dangliq bo'lib tunilgan bu bola keyin Nyu-York shahrining shahar boshlig'i saylamiga qatnashtirilgan. Ko'rdingmi bu oldin ana yillar avval mablag' selinayotgan gaplarga. Bundan boshqa mushu yaqinlarda torga yo'llangan KGB haqidagi kitob gapini qildik o'tganlarda. Konular uchun yeni yolg'onlar degan kitob. Aslanli bu kitobni. Chet ellarda Sovet ittifoqiga qarshi qurilgan o'qituvchi tashkilotlarni gumron qilish uchun KGB, ya'ni shu zamondagi KGB'ning konu nusxasi ÇK chet ellarda o'qituvchi tashkilotlarni qurganligini yodingizga oling. Yani Sovet ittifoqi Sovetga qarshi tashkilot qurayotgan gap. Chet elda da'vatchi, hozir bizning tilimizga umumlashgan atalg'i bo'yicha da'vatchi tashkilotlarni qurgan. Yodingizga oldingmi? KGB tarafidan qurilgan bundaq tashkilotlar boshqa tashkilotlarni, ya'ni ras da'vatchi tashkilotlarni faoliyat qilish uchun texmi jonliq faoliyatlarni qilgan. Unumli, ko'rinarli ishlarni qilgan. Buning bilan boshqa tashkilotlar raqobatda ojiz kelgan. Ulardagi kishilar tadrijiy holda ma'usiga,
texmi bet iş kılıvatkan teşkilatlarga ekişke başlagan. Tabii aldaşında olur kırımdaşlar. Bundan diye. Körünüp doğunu da bara resmi öktüç teşkilatlar ademsiz kalgan. Ve ahırda zirik tügeşken. Bundan başka Sovet İttifakı içidimi yalgan öktüç teşkilatlar kurulup allakaçan Çeka tarafından tutulgan bazı namdar öktüçüler bu teşkilatlar başlık kılıngan. Ondan ular chet eldeki öktüçülerini memleket içigi teklif kılıp ekkilip kapkanga ressetken. Heli nurgun atağılık generallar, sabık ministerlar, yani Çar padişah hükümeti devirdi ministr olgan yoki keyinki Kirinevskiy vaqtlik hükümetide ministr olgan ministerlar. Bu chet elga qaçtı kommunist taxtga chiqqanda. Mana bu chet elga qaçqanlarni mush usul orqali memleketning ichida o'qitish tashkilot qurib, vay ishlarimiz rivojlab ketib boradi. Talagı chiqib olib qiyg'a ishning tayini olmaydi, uni aqdog'ini olmaydi talada. Mayak kelinli ma'da birlikda qiysak uni aqdirib yetimiz deb ichiga taklif qilib, qo'lga olib, andin sud qilib, xalqning oldida o'lim jazosi berilgan. Chet ellardagi o'qitish tashkilotlarining liderlarini mamlakat ichiga aldab akkirish usuli Sovet İttifakı'nın dastlabki yillariga uyg'un bir ish bo'lib, mamlakat ichi texa to'liq tinchimagan. Aqlarning qarshilik harakatlari davom qilayotgan mezgillar edi. Kornilov, Mahnu, Ukrainada Petliura degandek aqlar texecha tirkishayotgan mezgillar edi. Bu mezgilde memleket işte qarshilik qilishning sirtqi qarshilik qilgandan texmi nimdik bo'lishiga kishilarni ishontirishning imkoni mavjud edi. Ammo bu usul hamish qo'llangan bo'lgan usul emas edi. Xitoy hukmronlik sharoitida, bo'libmi kommunist Xitoy hukmronlik sharoitida boshdan mumkinsiz bo'lgan bir usul. Ya'ni sirtqilarni ichiga taklif qilsa, hech kim ishonmaydi. Kommunist deganning sistemasida talada kuşunu uçup kirsimi bilinip kaladı. Bununla chet eldeki öktüşlerini hiç kaçan işendiriş mümkün emas. Ama aldap ekketkili bulmuşsun mu? Xitaylar hala tirişip bazı adamlarga bugünküçe telefon qilib, tuqqanlarga telefon qildirib, memleketga qaytishga undashni davom qilyapti. Bu undashlarga oldinibmi yoki tutqunlikdagi tuqqanlarni asrab qilish uchunmi aytavur qaytib ketgan kishilarmi mavjud. Bular aktiv siyosiy harakatlarning beshidagilarmi emas, odatdagi Uyg'urlar. Chet ellardagi o'qituvchi yoki o'qituvchidek ko'rinadigan tashkilotlar ustida qanday o'yinlar elib berilishi mumkinligini yuqoriqilardan faraz qilish tez emas. Bulardan meşhur yaratish usuli yoki ulgi yaratish usuli, ish qilayotgan ko'rsatish usuli doimlik usullardandir. Hatto birmuncha tashkilotlar Xitoy istixboroti tarafidan bevosita qurilgan bo'lishi mumkin. Uyg'urlarni biror o'yinga ishontirishga jip bilan mum ketmaydi. Xitoylar bek kuchayib ketmasi kerak. Çünkü biz istihbaratның qandaq ishlaydiganligini tasavvur qilolmaydigan bo'lg'achqa bek asalli ishini yurimiz. Lekin chet el istihbaratini ishontirmasa bo'lmay qoladigan ba'zi ahvollarni yo'liqib qoladigan bo'lg'achqa yanada puxtalik kerak. Bizni deb emas, biz turishliq davlatlardagi istihbarat o'rinlarini deb bir az puxtaroq qiladi Xitoylar. Eğer biznili deydigan bo'lsa, uncha ular puxtulashning keragi yo'q. Aşkarı münafıqlı bizning törimizde o'tirdi, billa qaynashadigan bo'lsak, qarindoshlar. Şu yaqinda ata-onasi kelib ketgan da'vochilar bor. To'rga chiqirib bo'g'ichi yo'qoldi, hech inkosmi yo'q qiliqiningga. Shu qadar tez unutildirib yitildi.
jamoat tarafi. Axborot haqida Gitlerning bir so'zini ko'p naql qilgandim bu. Axborot shunday narsaki, nayt muhim narsani xalqning ko'zidan qochirib, unutildirib yetalaydi. Arzimagan bir narsani xalqning ko'ziga ko'rindirib, muhim bir ish sifatida hamma odamning diqqatini qo'zg'ay oladi degan. Demak, anda unutildirib yetadigan gap. Buningda shuni ko'rib olamizki, yana men qo'shimcha gap. Bu ommaviy tor deydigan bu yerlardagi bu xabar va nimalarni Xitoylik bir qo'lliq kontrol qilar ekan. Buningdan shuni tushungan bo'ladi. Agar undan bo'lmasaydi, anda temalar unutilib ketmaydi. Tayin yo'q temalarga 100 dan inkas yozadi xalq. 100 inkas yazıldı. Nurgun tekrar hem beharlandı. Ama aşında bir mühim neyse derhal unutuldurib itildi. Bir inkas yazılıp bağlısı yok, yo'qolib ketdi o. Mana shunday bo'ladi. Endi aslimizga kelsak, Birleşken Milletler Teşkilatı'da Uygur'un vekili sifatida guvohlik bergan Uyg'urlardan Erkin Tuniyazni bildik. Shunaqa. Erkin Tuniyaz 2019 yılı 25 iyunda ve 2021 yılı 3 fevralda baxtiyorligimiz haqida ve Şarq Türkistan'da Xitoy siyasetidagi adalet, milletlerinin tengliki, haq huquqlardagi tenglikimiz haqida guvohlik berib ketdi. Başka devletlerinin oldida. 2022'de 26 sentabrda buldu. Yani Shavkat Imin deydigan yana bir munofiq guvohlik berib dunyo jamoatchiligiga baxtiyorligimizdan xabar berib ketdi. Shunaqa. Ammo Xitoylar xalqaro Uyg'urlar nomidan o'ynagan tunji o'yin bu emas. Yani Uyg'urlarning o'zini guvoh qildirib, bizning baxtli Xitoylarning sayesinde yakçılışıp yaşayotganligimizni bu Uyghur guvohchilarning tilidan bayon qilish tunji qatimliq ish emas. Hozir ommaviy torlarning rivojlanib ketgan davrda o'g'achqa xabar topdik holidan. Uning ilgirisidan xabarimiz bormi? Balkim buni 50-yillarda mı qilganda, 60'larda, 70'larda, 80'larda mı qilganda? Nereden bilimiz onu? Bunun köp ilgirimi ulug'larimizdan birini 90-yillarning boshlarida nayt katta ulug'larimizdan birini Birleşken Milletler Teşkilatı'na Uyg'urlarning vekili sifatida avatganligidan xabarimiz bo'lgan. Biz vatan ichidagi chaqda 90-yillarning 5'ida memleket ichida alohida yo'l qo'yishlar orqali, yuyilishlar orqali yaratilgan mashhurlar mavjud. Dedik-ku buni. Bularga zodi qaysi ishlarni qildirish uchun qilinganligi haqida ba'zi haqliq farazlar mavjud. Masalan, Uyg'urlar beshig'ili bo'ladigan mashhurlardan biriga keyin tarix inkor qildirilgan edi. Tarix qarindoshlar. Yani Şarq Türkistan degan bu mevcutluk, bu reallik, bu tarix inkar qildirilgan bir mashhur arqılık. Hammaga 5-yilning ustidan o'rin berib ko'tarib yurgan bir mashhurning tili orqali inkar qilingan tarix. Yani Şarq Türkistan degan tarixiy atalg'imi emas deb inkor qiladi.
Coğrafiyevi atalgımı emas. Siyasi atalgımı emas. Degen 3 emas bilen Şarkı Türkistan tüttün inkar kıldırıldı. Aşı meşhurga 90'lı yılların başlarında. Makale, o kişinin makalesi gizli besildi. Siyasi kengeşinin yığınıda sözlendi. Şundakla televizorda özünün aşı güzel simasını göründürüp oturup televizorda sözlendi. Kim bu meşhurunu Birleşken Milletler Teşkilatı'na Uygurlarning vekili qilib avatganligi uqildi. Ziyolilar ichida bu ish shundoq tafsir qilindi. U vaqt u taladik xabarlarni uqmaymiz o. O'zimizcha bunday tafsir qildik. Birleşken Devletler Teşkilatı aslida to'g'ri tarjima qilinganda Devletler Teşkilatı to'g'ri tarjima qilingan. Birleşken Milletler Teşkilatı bo'lishi kerakdi. Lekin Xitoylar başka milletlerinin hiç bo'lmaganda bu atalmış avtonomiya berilgan milletlerinin bizning nimishqa vakilimiz yo'q, bu Birleşken Milletler Teşkilatı olsa deb o'qti qopmasliklari uchun bu atalg'ini Birleşken Devletler Teşkilatı deb atab kelgan. Endi Uyg'urdan birini Uyg'urlarga vakil qilib avatgan bo'lsa Birleşken Milletler Teşkilatı'ga. Endi bundan keyin bizning bu bir vakilimiz Birleşken Milletler Teşkilatı'da daimi turishliq bo'ladigan bo'pti deyishgan to'q. Ashunda tafsir qilingan bu. Uni xuddi ashada o'tirdigan elchi hisobida deyishgan to'q. Shunisi bu zot ko'p o'tmay qaytib keldi. Qaytib kelganligini uqdi. Kelgandan keyin uningga 600 ming so'm xalq puli mukofot berilganligini uqildi. Chet elga chiqqandan keyin andin bu ishlarni to'g'ri muloyiza qilgudek aql topdik. Men endi o'ylab ko'raman. Bir Uyg'ur mashhur Uyg'urning vakili qilib Birleşken Milletler Teşkilatı'na avatilgan bo'lsa. Nima ish avatilar u? Xitoylar tarafidan nima atilyapti u? Nima ish qilyapti uni? Bizning dardimizni to'kishga vatami? Xitoylardan bu kutilamdi. Nayta tabiiyki o'tganda birisi shu yilqi o'tgan yuqorida deb o'tdik-ku. Aşı avatilganlarga o'xshash Uyg'urlarning Xitoylardan ayrilish niyati yo'q. Uyg'urlar Xitoylardan ayrilib qolishni hech orzu qilmaydi deganga guvohlik qilatilgan. Hala xalqimiz 5 ustidan o'rin olib kelayotgan bu shaxsning ismini men bu yerda tilga olmadim. Ağılı bo'lmaydi. Üzanlığın evalığınla üzanlık ayan qarindoshlarım. Çünkü o bek muqaddaslaşıp hatta ma'bud qilib olingan bo'lg'achqa. Endi biz bu ma'buddan xuddi qadimki zaman mushriklardek qo'rqamiz. O'zimiz yasagan ma'bud, lekin o'zimiz qo'rqamiz. Bu tema bu shaxsni pash qilishni maqsad qilmaydi. Buni faqat mashhur yaratish ve bu yaratılgan meşhurunun ağzı arkalık bayanat beriştek istihbarat usulü misal sütüdürler hep öttüm. Şunu bunu pek şükürlep ketmeyim ben. Yeni görülüvatkan ahvallarda dikkat kıldığın bolsanlar. Asallam işleri 10 kilovatkan çoğun işlerini rüyap çıkargan görünüşlerine şahit olurlar. Yeni çıkan buluşup karamay tızlı ünüm kazındığın epçilemler. Ne kadar asan yol tapıdı bular. Ne kadar iktidarlı kişiler bu. Yıllar dervazı karıştı paylap yetip yoçuk tapanmağanlar bek mi beceriksiz mi? Birdilli bu eçilmek kıyın dervazılar bula üçün eçilip işler oңuştuk yürüp gitti. Pul olsalar her işini kıygılı buludu, kıldırgılı buludu ondan bir dünya.
Tizden yol tapkan bu meşhurlığımız sual nazarida qarab küzütüşünün zararı yok. Bizge qiyin, tasavvur qilmas darajadagi zo'r ishlar davlat uchun oson, pul vosilib bitmaydigan ish yo'q. Balkim bu gaplarim ba'zilarining umumiyatchil, keng qo'soqliq taraflarini g'idiqlab o'tib, gumon degan yomon deb bu yomonlikni diniy asoslar va turmush asoslari bilan isbotlashga tirishib, deganlarimga shak tushirish urinishida bo'lishlari cho'qim. Burunmi bo'lgan. Men yana deyman, biz tariximizda gumonxo'rlik qilib ziyon tortgan, gumonxo'rligimiz tufaylidan buzilib ketgan ishlarimiz bir misol yo'q. Dal aksicha siyosiy istiqbol mavzularida balalarcha go'lluq, osonlam ishinib ketish tufaylidan ziyon tortib keldik. Ular yomonga chiqarayotgan gumonxo'rlik bilan men deyotgan zaruriy gumonxo'rlik tamamen başka ikki hukm. Başka sohadirki, ular chalg'itish, aralashtirib o'tish orqali qaralash maqsadiga asos yaratmoqda. Balkim ularning qo'rqayotgani inekning beshiga kelgan kun mo'zayningmi beshiga kelib qolishi ehtimoli bo'lib, oldin mudofaa to'siq hazırlayotgan bo'lishlarmi ehtimol. Tashkilotlarni mashhur qilish, tashkilotlarni xalqqa so'ydirish qatorliq variantlarni nazardan saqit qilmaslik kerak. Shaxsni mashhur qilishlar emas. Xalqning nafratiga qolgan bir tashkilot qanday qilib qaytadan ishonchga erishishi mumkin? Qaytadan xalqning ishonchiga erishmoqchi bo'lsa, qanday qilish kerak bo'ladi? Albatta, ma'lum ishlarni qilib, xalqni hayron qoldirish orqali. Bu ciddi raqobat vaziyatida mana shunday. Yana deylikki, o'z vaqtida Sovet hokimiyatidan g'arbga qochgan sovet dushmanlari chet elda qurgan tashkilotlar. Ular faoliyat uchun jiddiy usulda mablag'ga ehtiyojli. Pul bo'lmasa hech ish qilib bo'lmaydi. Odatda bir namoyish uchunmi bayroq, lozunka, shivar taxtalar uchun pul kerak. Qo'llovchi davlatlar bilan kurashish uchun yo'l kerak, munosabat kerak bo'lsa, munosabatlarni barpo qilish uchun yana pul kerak. Sovet ittifoqi o'qituvchilarni yo'qotish uchun istixborot projesi sifatida tashkilot qurgan bo'lsa, raqobatchi tashkilotlar bo'lgan ahvolda ularni besib tushish, diqqatni o'ziga tortish uchun albatta unumli ishlarni qilishga majbur. Unumli, diqqatga sazovor ishlarni qilmasdan g'olib kelgili bo'lmaydi. Qarashda boshqa o'qituvchilar qolmasa agar, o'qituvchilar tamamen tarmar qilingan bo'lsa, hammasi yemirilsa yoki bek ojiz holatga tushirilsa qanday bo'ldi? O chaqda bu saxta o'qitish tashkilot, ya'ni ÇK tarafidan qurilgan tashkilot ismi va jismi yo'q holatga uchakka tushdi. Cimiyeti bulaverdi. Çünkü raqobatchi olmagandan keyin talaxshishning keragi yo'q. Unumli harakat qilmasin bo'ladi. Faqat o'qituvchilarning vakili sifatida, ya'ni o'zi saxta bo'lgan bilan butun xalqning vakili bo'lib olgandan keyin u bayonot yurdi. Ba'zi davlatlar izlab kelsa, ularning ra'yini qaytirib, umidini yo'q chiqaradigan ko'rishmalarni qilib, bizning shunday qilib keldi-ku tarixdan beri. Ba'zi davlatlarning elchixonalaridan odamiy vasi ashulning ra'yini qaytiradigan javoblarni berdi. Ko'nglini ilishtiradigan. Ting cheksa bok ovoz chiqdi. Jaranshimidi. Ra'yi yanda haqning ko'ngli ilishdi. Bu tayini yo'q haqgan degan yerga keldi. Ashunda qiladigan gap. O o'qituvchilarning haqida dunyo ahlining nazarida salbiy baholarni tug'dirib, yordam bermoqchi bo'lib niyatlanganlarni niyatidan voz kechishga majbur qiladigan ishlar bilan bo'ladi. Agar rost o'qituvchilarning tashkilotlaridan biri takror jonlanib,
Xalqning nazari kelinishga boshlab qolganda bo'ldi. Bu chaqda cheka qilgan bu atalmış o'qitish tashkilot tekrar jonlanadi ummu. Yana xalqning ra'yini tutish, diqqatni o'ziga qaratish, maqsadli ba'zi yo'g'on ishlarni qilishga boshlashi mumkin. Chunki u qilalaydi. Uning aqsida davlat va cheka va KGB va pul verildi bunga. Haqiqiy o'qituvchilarga pul yo'q. Yetish kerak u. So'g'isha. Yetishdan boshqa chorasi yo'q. Chet elda bo'ladigan o'qituvchilik harakatlaridagi rasyalgan raqobatni mana mushu yo'sinda davom qiladi qarindoshlar. Yana bir nuqta, qarshi tarafni ishontirish uchun cho'qim ma'lum qurbonlik berish kerakligi. Bizning xalqimizning aqliga yetmaydigan masalalarning biri mana mushta. Ya'ni bir jasusni qarshi tarafga evatib, qarshi tarafning ishonchisini qozonish uchun beriladigan qurbonlik haqida bizning xalq o'ylab taqamda ishonayverdi. Buni o'ylab taqmaydigan bo'lg'achqa ancha ishlar bilanlar dushmanga ishonib qolishni keltirib chiqardi. Men bu yerda shularni deb o'tay. Misol bir jasusni qarshi tarafga avatish va singdirib o'tish uchun tarixda qanday ishlar bo'lgan? Masalan, tutqundagi mahbuslardan biri yoki asirlardan biri taslim bo'lib, dushmanga ishlashga rozi bo'lgan bo'lsa, uning o'zini turmadan chiqarib, kiyimlarini yangishlab, chiroyli sochlarini tarabuzib, pakiz qilib yo'lga qo'yib qo'ysa va u soqchilarning ko'zini g'alat qiliblar, qochib keldim desa, buningga kim ishonadi? Albatta Uyg'urlar ishonadi. Ammo Uyg'urdan boshqa hech kim ishonmaydi. Shuni qanday qilish kerak? Aşı bir casusni muvaffaqiyatli holda qarshi tarafga sindirib o'tish uchun sun'iy bir turmadan qochish voqeasi tug'diriladi. Aynan ishlar bo'lgan tarixda. Ya'ni turmaning egasi bo'lgan taraf o'zlari uyushtirdi turmadan qochish voqeasini. Mana shu voqeada butun mahbuslar isyon qilib, soqchi mahbus to'qinish kelib chiqdi. Resmi ölümle meydana geldi. Saqçılar ölüdü. Kaçış uğrunayotgan mahbuslar o'qqa tutildi. Bir qismi kaçışdan vaz kechib qayta taslim bo'lib, qo'lini bo'yniga elib, turmaga mahkum bo'lsa, xeyli bir qismi etishmada ölüdü. Shundaqla bir qismi muvaffaqiyatli holda qochdi. Qochqanlarning ichida hali bir jasus bor. Ular yanıla meyli koyup verilmezdi, aşkaç kılımı. Ta ki adakı menzilkiçe, düşman çıgırısığı kâgiçe akıstan qoğlunup, yana neticesi öldürülüp tamamlandı. Mana şunda qılıp, utuqluq qaçalıqallar öz tarafiga kelgandan keyin, oy, qichib kepti, ajab yomon nimalar ekan, debla qarshi olinamlar. Agar hukumat Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, cho'qim shunda qiladi. Darhol ishonadi. Ishonmaydi yana. Gumonliq qaraldi bu qochib kelgan to'pqa. U to'pning nurg'uni ras sop odamlar orasida bijjasusni ras qilish uchun birmuncha tutqunni birga qo'yib borayotganga. Bir-birlab so'roq qilinadi. Qayta so'roqlardan keyin hikoya o'xshash. Haqiqatan bir cho'ng isyon chiqqan. Soqchilar bilan elishgan, etishgan va qochib kelgan. Mana shunday qilib, oradagi heliq jasus gumonlardan qutulib, odatdagi odamlar qatorida qabul ko'rdi. Hatto ularning hikoyasi bilan bo'ldi qilmasdan düşman tarafdaki bu tarafga tava bo'lgan düşmanning ichidagi jasuslardan surishti qiladi. Ashunda bir voqeaning bo'lgani rasma. Ashunda turmadan qochish bo'lib, etishmalar bo'lgani rasma. Bir to'pning o'lmay aman qilib
muvaffaqiyatli kaçıp ketken rasma dep soruludu. U jasus telegramını berip rasayında bir vaqa boldy dep tasdiqlagandan keyin andın işini de onunğa jamiyetke sığıp ketedi. Bu jasus. Bir mezgil uyquda olap iş qılmay yüzünü sındırıp etkendan keyin andın istihbarat toplaş vazifasini başlaydı. Uruşlarda düşman tarafga qaçqan qilib jasus evatildi. Bir-biriga ro'baro turgan ikki saf ma tarafdan a tarafga bir askar qochadi. Qaçtı qilib jasus evatish. Qaçadiganlarning hikoyasini nurg'un mutaxassislar ko'ngil qo'yib to'qib chiqadi. Yuchuqsiz to'qib chiqadi. Qaçadigan jasusga bu tayyorlab berilgan bu keçmiş hikoyasi yodlatiladi. Yodlaydi uni. Ta tug'ilganidan tortib xizmat qilgan jarayon. Andın qaçış sebebi işinarlik arqa ko'rinishga ega bo'lish kerak. Nimish qaçib kelding? Nim deyish kerak u? Ya, o yo'ldan xo'sham ketib matrab bir ko'rib baqay deb keldim demda. Bununga işinarlik sebep bo'lish kerak. Mana bu sebep aşı hikoyada to'qib chiqilgan hikoyaning ichida bor. Nima uchun o'limga tavakkul qilib qochmoqchi bo'lib qolding? Qanoatlanlik javob berilishi kerak bu savolga. U tayoq, dumba, qiyin qistaqlar bilan chaniqtirildi. Qechishdan burun o'zi taraf urdi buni. Tayoqqa chidamay yilichi kitib qolmasligi uchun chaniqtirildi. Hatta yolg'on dushman taraf praktikasi qilishi mumkin. Bu nima deganlik? Uningga deydiki, sening hozir o'qishing tamomlandi. Hozir biz seni uçak bilan dushman tarafga olib borib parashyut tashlaymiz. Vazifang aşağıda boshlanadi. Deb uçakka chiqaramdi. Chiqirib bir yer kelganda, keldi sen sakra deydi uni. Sakraydi u. Sakragandan keyin u yerda paylab turgan dushmanlar darhol tutib oladi buni. Tutib olib, olib buni rasa dumbalaydi buni. Ilgari dumbalaydi. Tishlarini tatidi hatta ambuda. Tırnaqlarini tatidi hatta. Aşında kıymışımı bu her yadlagan hikayeni de turuverindi. Turuvergenden keyin mana bu ahirgi imtihandan o'tdim deydi. Aslida u iliq tashlangan yer u dushman territoriyasi emas, o'sha o'zining territoriyasi. Uni tutib olganligi dushmanlar emas. Düşmanның formasını giygan ve düşmanның tilida so'zlaydigan o'zining odamlari. Buni yana bir qatim anda sinatgan gap. Bu sınaqdan keyin andin qochirdi uni. Shunday qilib bu chidamchanlikning siniqidan o'tgandan keyin andin tashlandi. Ba'zida to'g'ridan to'g'ri ro'baro turishgan urush sepidan dushman tarafga qochgan siyaqda evatilishi mumkin, parashyutdan tashlamay. Buning maqsadi rasululloh o'q etiladi. Agar o'q atmay uni o'zimizdan odamning tegib kelsa bo'lmaydi deb shuqto'si ishonmaydi unga. Qarshi tarafga ko'z tutib turdi uni. Bir odam biz tarafga kelyapti, bu kimda deydi, buni betlab turdi. Uning keyindan o'q etayotganda ekan to'xtanglar, bunun keyinda etayotgan qaraganda bu boshqa bir ishi bor odammi deb bu yoqdagilar atmay tutib turdi uni. Kutdi. Hatta bir guruh askar qo'g'laydi uni. Qo'g'lab turib atadi. Hatta uning o'q tegishi mumkin.
ölmeydigan bir yerlerge oq tegishi mumkin. Mana shunday qilib chalivlik holda dushmanning qo'liga tushib, ondan o'zining qochib kelganlik hikoyasini aytib ularni ishondirishi kerak. Bundaq tiz va qisqarliqdan dushman tarafga ketadigan jasuslarga ba'zi rost istixborot yamchuq qilib berilishi mumkin. Dushmanni tezroq o'ziga ishontirish uchun uningga mana deb borsang ishonadi deb rost istixborot beriladi. Ko'p chog'larda bu rost istixborot qanday istixborot bo'ladi? Ko'nirgan rost istixborot bo'ladi. Yoki ko'nirib qoladigan rost istixborot bo'ladi. Masalan, jasurlik kelgan ma'lumotda soat 4'da umumiy hujum boshlanadi deyilgan bo'lsa ve bu vaqtga 4 soat qolgan bo'lsa, dushman bu ma'lumotga darmahal ishonmaydigan bo'lg'achqa bu 4 soat vaqtdan foydalanib saflarni shunga ko'ra o'rinlashtirish qilmasligi mumkin, midirlamaydi. Gumonliq qaralgan bu ma'lumotni boshqa manbalardan isbotlash zaruriyati bor. Mana shunday qilib 4 soatlik fursatni qochirib qo'ydi. Bu ma'lumotdan foydalanolmaydi. Qaraydiki, haqiqatan soat 4'da umumiy hujum boshlandi. Opla, raskan emasmi? deydi o'rnib kelmaydi. Jasus to'g'ri ma'lumot ekkaganligi isbotlangachqa ishonchga erishadi. Ammo u o'z tarafga ziyni bo'lmaydi bu ishni. Ya'ni bizninkilardek har narsaga ishonish harbiy siyosiy ishlarda faqatli ko'rilmaydigan ishlardir. Bir chog'larda Erkin Osiyo radiosi bir xabar bergan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın bayonotchisi Dilshod Rishitning xonimi vatanga berib va Xitoylarga uqtirmaylam qochib chiqqanligi to'g'risida. Ko'rinyapti-da. Mana shu aynan shu radioning torbitidan ilingan xabar. Qancha yil ekan bu? 2005-yil 6-oyning 8-kuni. Men bu haqda qahramonlarcha qochib chiqish to'g'risida ta'sirat deb bir maqola yozib e'lon qilganman. Ve bunun delil sifatida radioning torbitidagi shu xabarni aynan olganman. Ko'rdingizmi? Dilshod Rishitning xonimining vatanga berishi. Vatanga borganda Shvetsiyaning pasporti bilan bormabdi, tehi vatandosh bo'lolmagan vaqtlari. Ya tehicha Xitoy pasporti bilan va ya travel dokument bilan berildi. Beijingdan tortibdi onun pasportini Xitoyda. Ve bunu uyda nazarband qilibdi. Şunun bilan bu uydan chiqolmaydigan qolgan bu xonim Xitoylarga uqtirmay, Xitoylarga bir pasportni ishlatib, yenidan yana Xitoylarga uqtirmayli qochib chiqibdi. Mana shunda qochib chiqishlarga Uyg'urdan boshqa bir millatni ishontirib qo'ygan. 2005'te men yozgan bunu. Bunun texmi masxaralik tarafı şu ki, bu xabar Erkin Osiyo radiosi tarafidan berilgan. Hiç xijil olmay. O'ylab bakinglar. Ajı radiodagilar mana shunaqa ishonganlikdan beri o'tamdi bu xabarni. Oho, ajab qahramonkina, mol qochib chiqish tajribasiga ega shvetsiyalik partizan deb ishonib ketganlikdanmi? Xitoyga ayg'oqchilik qilyapti radio. Xitoyninki bir adamini ishonchli qilishga tashviqotchilik qilyapti.
Aşında da düşünümüz. Bolmasa akıl egisi oylap bakınla pasportunu kim işleydi? Xitay işleydi. Xitayga uqtulmasdan pasport işletken olamda. Xitayga uqtulmasdan kaçıp çıqqıl olamda pasport bilen. Uqtulmay kaçtım desem tağ bilen, Himalaya bilen manda aylanıp çıktım dese bizge pasport bilen o yanık Xitay tamgı bolsa demasmı? Ha, kontrol, pasport kontrolda. Qanday Xitay uqanmay qılıp kaçıp çıkış bu? Radio bunun işengen yoki işengen bolup turup bu xabarni bergen. Xizmat qilish vazifasi bo'lganlikdan. Bundan başqa yana sürgünde hükümetimizning sobiq bosh ministri İsmail Chingizning bir qaçıp chiqish bayoni bor. Qachoqlik. Deydilar ki u kishi İsmail Chingiz degan bu qahramon 1987-yılı kaçak yolla Pekin üzerinden Ürümçi'ye bağlılığını aytdı. Türkiye'den kaçak yol bilen kaçak yolla Pekin üzerinden Ürümçi'ye bağlan. Kançanlı işini sılmışında kaçışlagan. Karındaşlar. Bunda kahraman kaçaklar hayatımızın her devrede etrafımızda uçurap oturdu karındaşlar. Biz bularning hemmasiga ishonamiz. Yoki mag'zini olmagandan nima karim deb aralashib yuraveramiz. Bizdagi avval bu siyosiy sezgirligimiz ashunchalik. Bizga zini olmagandan davatgan chog'dagi avval shaxsiy o'zimizga shu davr, shu sharoit, shu makondagi zini olmaganligini aytamiz. Bo'lmasa unda g'ulning nima ishga zini olmaydi? Bütün milletning siyosiy istiqboliga zini bor. Ashunda ishonsak, ash ishonishning zini bor. Lekin uni biz ko'rmaymiz. Biz mavani ko'ramiz, biz uzoqni qanday ko'ramiz biz? Onun uchun ishonamiz. 2017'den keyinmi aşında Xitayning ko'zini g'alat qilib liqachib chiqqan qahramonlar bor. Siyosiy jinoyat bilan turmada yetib chiqib da. Ya bu siyosiy jinoyat bilan bir turmada yotgan odamga Xitoylar umri ishonmaydi. Agar shu odamning bir chatag'i bo'lmagan taqdirda o odam bo'ldi, qarab tizimlikda. Ama kaçıp çıkıyordu bular. Gözünü g'alat qilib da pasport bilan qochadi-da bular. O tağ bilan yoki yarastı yo'lga o'ylab qochmaydi, pasport bilan qochadi. Yoki para yurib o'tib ketadi. Xitoylar bir qatilni qutqizib olaman deb agar saqchi beshiga yoki sotning beshiga para bersangiz qatilni qutuldira olishingiz mumkin. Para verib odam o'ldirgan bir qatilni. Lekin para bilan siyosiy jihatda azroq chiqitova bir ishni para bilan qilib bo'lmaydi Xitoyning sharoitida. Qat'iy mumkin emas. O parani hergiz olmaydi Xitoy. Siyosiy aq ko'rinishlik bo'lganda o parani rad qiladi Xitoy. Xitoy unda hamoq etmez. Xitoyning siyosiy sezgirligi, milliy sezgirligi u darajada. Endi biz bu qochib chiqqan qahramonlarga ishonamiz Uyg'ur. Yuqori dedik-ku, bir odamni ishonchga erishish uchun qanchalar qurbon beradiganligini. Misollarini. Uni qanchalik ayonga o'rib, mayonga o'rib, enidan gizidan to'lib o'lchab, andin ishonadigan yoki ishonganda ko'rinib qo'yib, yanada oqsiga odam sirib qo'yadigan ish bor. Hayoti bu gumon ichida yashaydigan.
Hatta bizning Uyg'urlarning ishonch qilish xarakterimiz shu darajadaki, hatta o'z kechmishida, o'zining bevosita kechmishida dal buning ta'siri yuz bergan qarindoshlarmi. Aliqi muvaffaqiyatli holda qochib chiqqanlarningki qahramonlarcha qochib chiqqanlarning qochib chiqish kechmishining dal aksi kechmishi var uning. Qochib chiqolmagan kechmishi yani. Yoki oilasidagilarni hiç günahı yok ailesidekiler. Fakat onun da kichkina bağlanışı var. Ya söygünü ya muhabbeti layıkı. Ya xotini degandek. Günahkarning dal üzemez. Aile tavabatlari. Aşılarning ne et çıkanmagan keçmişi var bu qarindoshlarımızning. Üzünün beşide bu. Aşında turup ya men bunu kılanmagan demesin ma işne. Ya bu qanday qila oladi ma bu? İki xil Xitoy var ma berde. Deganni o'ylab bakmayla ishini tutgan gap. Ammo ya haqning degani bu unuma. Va bu davrda pishni topada bu goy. De. Üzerinin keçmişide bo'lgan bir iş, o'xshash ishni selishtirib bo'lsimi bir savol qo'y buningga. Yo'q. Shuni yoki shu makon shu zamonda o'ziga ziyon olmagandan keyin ishongan bo'lib yuraverdi. Gerçi gap kelganda gumonlarni o'tirib qo'ysimi, odatda munosabatlarda bu gumon aks etmaydi. Normal bir odam bilan aralashgandek aralashaveradi. Agar bunda qahramon yoki bunda talaylik apchilam lider mavqesidagi biri bo'lgan taqdirda uningga o'xshashlar hurmat ehtiromda bo'laveradi. Hamoqatlik, beparvolik, mas'uliyatsizlikning bu millatdagidek nusxalarini hech yerdan topolmaysiz. Bir mujohidimizmi qochib chiqish kechmishlarini hikoya qilib, Payzavotdan Xotenga bordik debla atlagan buni meni o'tganlar deb berdim bu. Men so'radimki, Payzavotdan Xotenga borgacha hech yerda to'saq yo'qmikan? Bor ekan. Alloh saqladi. Bizni to'smada o'tib ketdi. Bu gaplar mushu asrda bugungi mushu davrda bo'layotdi qarindoshlar. Hamoqatlik ular bizchi bo'lmas. Allah saqladi debla ishini degan gap ya. Ya bunun bir balası var mı? Bazı qochib chiquvchilar qochib chiqibli ishda o'rtayotganlar haqida az to'la savol qo'yib o'ylab boqaylik. Qarindoshlar. Bu darajada nodon bo'lsa Xitoylarga odam kuchi, moliya kuchi va zehniy kuchni tejab beramiz. Hech chiqimsizlar ahmoq etadi bizni. Hech chiqimsiz. Aql ketmay, kuch ketmay, mablag' ketmay ahmoq etadi. Hech bo'lmasa Xitoylar bizni oxirgi hisobda yana aldaydigan bo'lsa-mu, kichikkan kuch sarf qilishga, zehn sarf qilishga majbur bo'lsin ya. Biz checharroq bo'lsak, bu shuningga majbur bo'ladi-ku. İşni texini güzellashtirib ko'rsatish uchun pul chiqim qilishga, jiq o'ylashga majbur bo'ladi. Manda asan ishonsak, buni bu Xitoy faqatla bagağı to'xtaydi Xitoyga. Kichkina bir ziyon tasini Xitoy hech olmasa ya, bizni ishontirish uchun. Qarindoshlar, mana shunday qilib mashhur yaratildi. Mashhur shaxs yaratildi. Mashhur tashkilot yaratildi. Bularninki ko'zimizni g'alat qilgan anchiki bir ishlardan ta'sirini ketishga aldirab ketmayli qarindoshlar. O'ylanadigan bekjiq tarafi bo'ladi bu ishlarni. Buguncha bu gap mushaqchi bo'lsin qarindoshlar. Hammanglarni Alloh topshirdim keyingi qatim ko'rishguncha
Aman bulanlar.